Hurmatli onajonlarimiz, o'zimga mana hijonaga keldim. Men oldingilarga bilishadi, постоянно ko'zimni oxirgi paytda yoshlanayotgan bo'ladi. Salkam 1,5 yildan beri bo'lmadi bu narsa. O'shanga mana shu qismiga 3 ta joyga bugun hijoma qilib, orqasidan zoom qo'yaman. Sizlarga kuzatishda davom etaman. Hech oson emas, ovuliyapti. Teradan joy bo'lganicha lekin oson bo'lib ketsa bo'ladi. Hurmatli onajonlarimiz, agar boshingizdan ko'ra mana shu chekkaga olagan bo'lsangiz, mana bu ro'molni sal chekroq qisqa, aniq ro'molda bekilib ketadi. Ko'rasizmi? Mana shuning uchun iloji bo'lsa ro'mol ichidan shapkasini kiyib kelsanglar, shu qilib bekilib ketadi. Shunday aniq qilib bo'ladi.